Biz bugungi programmamizda Uyg'ur go'zal san'at sohasida yangi uslub yaratgan Abdurasul Tursun ismli bir yoshni tanishtirmoqchimiz. Abdurasul Tursun, Ürümçi şəhərlik poçta idarəsinin xidmətçisi. Cungo Poçta Telegraf Rəssamlar Xəttatlar Cəmiyyəti, Avtonom rayonluq Xəttatlar Cəmiyyəti, Avtonom rayonluq Poçta Telegraf Rəssamlar Xəttatlar Cəmiyyətinin əsası. Yaqınqı 2 yildan buyan u foto surat tartish və husn xat yozish jihatda o'zgacha mahorat yetildirib, an'anaviy badiiy surat tartish bilan husn xat yozish kasbida o'zgacha yangilik yaratib, bir parcha asarda ham badiiy suratni, ham shu suratga yondashgan mazmunni yo'ritib beradigan husn xatni bo'lgan yangi bir shaklni borliqqa keltirib, Uyg'ur go'zal san'ati sohasida yangi uslub yaratdi. Biz Abdurasulni ziyorat qilib borganimizda, u Tangirtog kino studiyasining rejissyori Firdavs Azizi bilan badiiy suratdagi personajlar obrazi to'g'risida paranglashib qanishgan. Biz ularning fikrini chashmaslik uchun telekamerani ularga to'g'rilab qo'ydikda, bir chetda turib ularning parangga quloq soldik. Sonraki fotoğrafçı, var. Bunun diye muayyenesini var yanında şu obraz yapsınlar. Mesela özgürse kim diyecekler deyipimiz var. Ağırlıkta kim diyecekler deyipimiz var. Buram ötmüştük geri geldikten. Bu yine şu obraz yapsınlar ki şu kim diyecek ha. Şu devir şu zaman has yani obraz olsun. Mesela var arasında alsak bunu tartışacaktır. Mesela foto graf tartış gerekmişti oradan tartışan. Mesela bu ahtaraf dikkat değil. Bu kim baslaşkan. Yani bu yerde ahirattaki maaş karını mesela aktaran basın var mı yani şundan. Bunu da ondan kas. Bir nesne ne var yani yetişmezdik. Obraz. Çünkü bu kim diyeceğini kiydim diye bu özgürden kariyer kim diyeceklerdi. Ama şu devir şu zaman has hareket olsun. Direkt bu şerefsizlikte asasiyeti ne var diyordu da bu istiyorlarındaki kiyen kim ola kadimi. Lekin sana obraz yaratışlar hazır bu zamanda. Demek şu zaman has adamlarınki karakterini, şu has obraz yaratışı. Obraz mesela ki adamların çırağı çözdü şu başka derse. Lekin karakteri imtihan mıydı? Karakter yaratış. Ressamlıkta, neyli o kinoda olsun, neyli bizdeki badiiy eserlerinde olsun. Şu obraz hem karakter yaratış. Obrazdan bu karakter yaratış. Karakter arkadan obraz yaratış. Mühimdir. En mühim ne varsa karakterini biliriz. Karakterin doğruluk ilgilenirse o obraz çıkmıyor. Ben sınav fotoğrafım ama şu resim intihar mühimdir. Mesela işte resimlerimiz onunla ait nefslik var. Hem özümüzdeki bir Uygur halkı has milliyetçilik var. Ait olan resimler icabiyetler olarak yaxşı. Demek bunu hazır bizimki özümüzden pek hazır içe. Bizde şu Uygur fotoğrafı degenler pek mevcut demesidir. Bunu sınır dersler katılmaktır. Çok kadar bilen şu sıkıdarlıktır. Abdurasul uyuning bir eg'izni ajratib, xizmat uyi qilgan ishkan. U bu xizmat uyida rasmxonada topgan suratlarni sifirlab surat ishlash texnikasi orqali husn xat bilan bir gavdalashtirib, ajoyib go'zal badiiy suratlarni yaratdi ekan. 2002 yilning 25-dekabr. Abdurasul jafoliq izlanishlarning mahsuli bo'lgan yangi uslubdagi asarlarni tartib qildi. Yeniden ko'rinayotgan islohot ro'yiga va yangilik yaratish jur'atiga ega talantli yosh fotosurat mohiri Xattat Abdurasul Tursunning sehrli fotosurat bilan husn xat birlashtirilgan badiiy surat ko'rgazmasining ochilish murosimiga ishtirok etib o'tiribmiz. Mush munosabat bilan men Şinjan Uyghur Abdurrahman rayonunun Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi şundaqla öz namından Tirishchan ağrımay talmay izdinish ro'yiga ega inimiz Abdurasul Tursunni va uning kishi qalbini mahya qilarlik ko'rgazmasining g'albilik echilganligini qizg'in tabriklaydiganligimni bildiraman. Bu kuni ko'rgazmaga har soha kishilari kelgan bo'lib, ular o'zlarining go'zallik va estetik
Qarshi Abdursulning yo'shirin kuchi cheksiz bo'lgan bu yangi san'at uslubiga baho berishdi. Shundaqla tirishchan va cho'nqur izlash ro'yiga ega bu yoshga yaxshi tilaklarni bildirishdi. Uyg'ur xalqida endi an'anaviy bu husn xat uzun tarixiga, uzun tarixiga. Lekin ham suratmi bor, ham chiroyli husn xatmi bor, milliy shakl, qo'yiq milliy puroq ega, yerlik tusga ega mundaq ham surat, ham xushxat bor, mundaq uslubni ijod qilinishi menimcha bu tunji qatim bo'layotgan ish. Mushu ma'noda aytganda Abdursul Tursun fikrimiz haqiqatan izlangan. Kang xalqning bo'libmi kang milliy ommaning qandoq fotosuratni yaxshi ko'radiganligi, qandoq husn xatni yaxshi ko'radiganini, qandoq qilganda ularningki yaxshi ko'rishiga noil bo'lganligini mushu jihatlardan ko'p izlangan. Menimcha Abdursul Tursun elimizning bu yaratgan yangi uslubi bundan keyin nayt kengaydi. Menimcha xalq cho'qim buni yaxshi qarshi oladi. Men uzun yil shu xattatlik, fotografiya xizmati bilan shug'ullandim. Ma ko'rgazmani ko'rgandan keyin his qildim hamda shu zamonaviy fan texnika bo'lgan sifirliq foto texnikasini bizim an'anaviy shu fotografiya xattat san'atimiz bilan nihoyat apchil birlashtiribdi. Endi bu bizningki shu an'anaviy san'atimizning shu yangi bozor egiligi sharoitida fan texnikalik shundaq vosita bilan birlashtirib, yana bozorga kirgizish, sifatini o'stirish, xalqimizning ma'naviy ehtiyojini qondirish jihatlarda nihoyat cho'ng roli bor deb o'ylayman. Hamda bu shifrlik texnikasining bizning mamlakatimiz kirganiga xili yillar bo'lgan. Hamda buni asosliq shu foto suratxonalarda to'y suratda tortish qilishni foydalanib kelgan. Hamda buni Abdursul Tursun buni bizning milliy shu xattatlik fotografiya texnikasi bilan birlashtirgandan keyin buning unumi tig'im ko'rinarli bo'lgan. Buni ilmi zamonaviy fan texnika bizning an'anaviy madaniyat fan shu madaniyat san'at ishlarimizni ilgari surdi. Bu shuning bir tipik bir xil ifodasi. Men Abdursul Tursunning bu foto surat ko'rgazmasi ko'rgandan keyin intayin hayajonlandim. Shundaqla hozirgi yoshlarimizning o'zi ijodiyat va boshqa ishlardan vaqt umidvor bo'ldi. U an'anaviy xattatlikni fotochilik bilan birlashtirib, nihoyat obdan uni hosil qilgan. Uning ustiga mushu fotochilik bilan mush ko'rgazmadan foydalanib, nurg'un bizniki jamoatga mashhur kishilarimizga tunishtirib olgan. Biz xattatchilik ko'rgazmalarini, fotochilik ko'rgazmalarini ko'rgan. Biroq buningdek birlashtirib, ko'rkam kishilarni jalb qiladigan bundaq yangilikni bizda tunji qatim ko'rishimiz. Biz Abdursul Tursun'unki bu ijodiyetinden, bu nadir eserlerde intayin ilhamlandık. Onunla bundaki ijodiyetiga g'alaba, kendine selametlik dileymiz. İnsanların turmuşunun günlük taraqqiy qilishi ergishib, ularning intellektuallik yangilik bo'lgan o'zini ko'z qarshi kunlik taraqqiy qilyotdi. Shunday bir vaziyatda Abdursulniki shu foto surat bilan o'zini xatni birlashtirib, shunday bir yangilik, yangi bir mazmunni keng jamoatchilikning ishtirok qilishi sunganligi jamiyatimiz jumladan biz Uyg'ur xalqi uchun cho'ng bir yuksalish ham besish bo'lib chiqdi. Biz jamiyatimizdagi bo'libmi yoshlar shunday yangi bir taraqqiyotlarning, yangi bir mavjudotlarning maydon kelishini kutimiz, umid qilamiz. Do'stimiz Abdursulniki shu bir xalqimiz jumladan shu Uyg'urlar hamda biz yoshlarga nisbatan bizdagi bir bo'shliqni to'ldirib, bizni yangi bir tuyg'u, yangi bir hissiyot, yangi bir seviyaga ega qilganligini ko'p xursandman. Abdursulniki shu taraqqiyot natijasini keng bozorga yuzlanishni va dunyo kishilar qalbi va sahnidan o'rin olishni chin ko'nglimdan umid qilaman.
Ko'rgazma kuni Abdursulning bu badiiy asarlari kishilarning qiziqishini qo'zg'atli qolmasdan, balki yana ko'rgazma zali ichida muncha kiyinib uyoqdan bu yoqqa minib yurgan ishki jup qiz yigit kishilarning alohida diqqatini tortdi. Bugün şu ko'rgazma qo'yilgan rasmlarning chiqig'iga men model bo'lib edim. Endi shu o'zimizniki an'anaviy kiyimlarni kiyib, g'arib sanamlarning obrazini shu ko'rgazmada qayta namoyon qila olganligimdan intayin xushalman. Hamda buningni keyingi fotosurat, ashtaq mayli qanday rasm tushayli, shu usulda o'zimizniki an'anaviy kiyimlarni kiyib tushgan bo'lsak, o'zimizniki obrazi texmo yuksak bir o'rinda gavdalangan bo'ladi deb qarayman. Menmo bu qatam ko'rgazmada hamda o'g'illarning an'anaviy kiyimlarini kiyganligini intayin xushal. Hamda bizmo hozirgi zamonda an'anaviy kiyimlarimizni kiyib yuramaymiz, lekin mushunaq surat tushda anandaki o'zi xotir qoldirish jarayonida bo'lsa-mu, o'zimizning burunqi an'anaviy kiyimlar bilan surat tushib xotir qoldirib qo'ysak, bu ahamiyati zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Sizning bugungi badiiy surat ko'rgazmangiz nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Hamda har sohadan kelgan me'morlar sizning bu badiiy suratlaringizga nihoyat yaxshi baholarni berdi. Siz qanday bo'lib sifirlik foto surat bilan o'zni xatni birlashtirib badiiy surat ishlashni o'ylab qoldingiz? Ko'pchilikka ma'lum, badiiy surat real shaylarning tashqi ko'rinishini nihoyat obrazli aks ettirish orqali kishilarning ularning ichki mohiyatini nihoyat o'zgacha suratlab kishilarning estetik kishilarga hamda estetik zo'q berishlaydigan go'zal san'at asari. Jumladan o'zini xatmo asarlarimo shu fasohatlik, nihoyat chiroyli mazmuni, o'zining go'zal harf shakllari orqali kishining zo'qini tortadek bir go'zal san'at. Mubodo bir asarda ham badiiy ham surat ham o'zini xat bo'lgan bo'lsa, bu qanday unumga erishish mumkin degan bir savol bo'ldi. Endi shundan keyin shu dal meniki ideyimning turkisida necha yil yaqinda yillarni o'zim izlandim, ustozlardan ta'lim oldim. Shundaqla jafoliq izlanish, o'rganish orqali shu sifirlik fotosurat ishlashni endi jumladan shu husnixat bilan sifirlik shu suratlarni bir gavda qilib birlashtirib, har qaysini ikki bu go'zal san'atni o'zining o'rnida nihoyat texmo go'zal ifodalab birlashtirib sifirlik badiiy surat ishlashni qaror qilib natijani qo'lga keltirdim. Abdurasul Uyg'ur go'zal san'at sohasida yangi uslub yaratdi. Shundaqla surat tartish bozorida o'zi uchun yangicha bir tijorat yo'lini ochdi. Qadrli do'stlar, hozir bozor egiligi davri, ixtisosliklar davri. Bu davr Abdurasulga o'xshash tirishchan yoshlarga mansub.